Bunaqasini hali eshitmagansiz. Prezident itga mashina sovg'a qildi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov yilning jasur turkman Alabayi unvoniga sazovor bo'lgan Alabay zotli it va uni tarbiyalagan kinologga avtomobil tuhfa qildi. Ma'lum bo'lishicha, tanlovda 10 dan ortiq Alabay itlar ishtirok etgan. G'olib esa Turkmaniston Mudofaa vazirligiga qarashli Vepali laqabli itga nasib qilgan. Uni faxriy kinolog Orzumat Saparov tarbiyalagan. G'olibga prezidentning bosh sovg'asi Toyota Camry V6 avtomobili kaliti topshirilgan. Shuningdek, u maxsus medal, ko'chma kubok va diplom bilan ham taqdirlangan. Mazkur tanlov 2021-yildan boshlab har yili mamlakatning milliy zotli iti Alabayni asrash va rivojlantirish maqsadida o'tkaziladi. Turkmanistonda Alabaylar milliy faxr hisoblanadi. Ular kuch, sadoqat, jasorat timsoli sifatida qadrlanadi. Hatto 2020-yilda Turkmanistonning Ashxobod shahrida oltin Alabay haykali ham o'rnatilgan. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, qalampirni kuzatishda davom eting.